Sizlar mana bugun Changandayo A06R avtomobilimizni qisqacha obzor qildik. Mana Timur akamiz bilan, bu ham ukamiz ham avtobloger. Assalomu alaykum. Aka, mashina qalay, yoqdimi sizga? Nima deysiz mashina haqida bitta kommentariy berib o'tsangiz? Mashina menga juda ham yoqdi. Birinchisi buni mashinani juda ham yumshoqligi yoqqan bo'lsa, ikkinchisi bu mashinani ekonomichnikligi yoqdi. Ya'ni zapas xodi DMPI motor bo'lgani hisobiga, ya'ni interkulerlar hisobiga yana ham oshirilgan. Mashina funksional jihatidan juda ham qimmatbaho o'sha Han-L'larni kayfini berib turibdi. Yurayotganida ham, boshqasida ham, salonida ham ощущение shunaqa. Kamiga massaj tizimlari juda ham yaxshi massaj tizimi o'rnatilgan. Prямо o'zingiz spa salonlar jinnisida tasavvur qilasiz. Mashinamizni zo'r narxiga arziydi. Do'stlarga kimga bunaqa mashina kerak bo'lsa, biz avtosalonga bemalol tashrif buyuraverasizlar. Mashinani chiroyli narxlarda beramiz. Avtomobilimizdan xudo xolasa mana yengilaridan yana keldi. Bu avtomobilimizdan hozir bron qilinganlari bor orada. Xudo adashmasam 7 tashami qoldi. Avtomobildan bemalol kelaverasizlar, lekin soni cheklangan, shoshilasizlar. Bunaqa avtomobil limit edition avtomobilimizdan даже mana orqalarini, panorama tomlarini ham orqada o'tirib bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Massaj, abduf, abagrev hamma funksiyalari bor. Чувствуете bor. Anaqaniki bunchalik emas. To'g'ri. Zikr 9 ekan, zo'rlar. Bunaqa. Ha, zikr aka, she. Mana qanday yugurib yuryapti. Anaqaniki ham zo'r. Ha. Do'stlar, mana shu kommentariy. Niki ham zo'r. Mumkin ham prям чувствовать qilasan, bundan siqib qo'yadi. O'tib ketadi, orada bitta narsa.